Assalomu alaykum. Bu bizda keyingi darsimiz. Demak, Astrofil kanali orqali bu asosiy kanalimiz nomi anatomiya darsi, xo'p, logotip. Keyin asosiy kanal, mana bu kanal orqali yangiliklar va bot orqali murojaatlar qabul qilamiz. Bu yerda esa faqat anatomiyadan darsliklar, video darslar tashlab boriladi. Demak, 4-dars umurtqa pog'onasi vertebrologiya. Ya'ni bu 3-darsning davomi. Umurtqa pog'onasiga kirishda 3-darsda o'tgan edik. Reja. Yurak umurtqalari, bel umurtqalari, dumg'aza hamda dum umurtqalarini ko'rib chiqamiz. Demak, ko'krak umurtqalari vertebra toraksga deb ataladi. Bu umumiy rasmi. Buni yoritib chiqsak, yuqoridan ko'rinishi. Demak, bu korpus qismi mana shu. Keyin fovea costalis superior. Bularni superior bo'lganligi uchun inferior ham bo'ladi. Endi pedicula, arcus. Ya'ni arkusning oyoqchalari. Mana arcus deydigan bo'lsak, o'shaning ikkita oyoqchasi bor. Bu pedicula deb ataladi. Bu yerda foramen vertebrali bo'ladi. Ya'ni mana bu incisura vertebralis, yuqorida ham incisura vertebralis, ikkalasi o'rtasidan esa intervertebralis foramen bo'ladi. Ya'ni umurtqalar aro teshik bo'ladi. Keyin o'sig'i processus spinosus bo'lyapti. Processus spinosus mana bunday bo'ladi. Ya'ni tekis emas, uzun hamda pastga qaytgan va bu orqali esa aynan pastdagi vertebra torakskaning uzun o'simtasiga tegib turar. Ya'ni mana shu sohada tegib qolgani uchun umurtqa pog'onasi orqaga harakat qila olmaydi shu holatda. Tushunyapsizlar? Ya'ni aynan mana shu holatda tuzilganligi uchun ham keyingi umurtqa ham mana shunday holatda tuziladi va natijada inson asosiy o'qi orqaga qarab harakat qila olmaydi. Ya'ni processus spinosuslar bir-biriga tegishi natijasida xalaqit beradi harakat qilishga. Xo'p. Yana tuzilishlardan o'tlab ketish kerak bo'lgan narsalar bu 3ta fovea costalis superior, inferior va fovea costalis processus transversus bo'lsa, bular hammasi uchalasi ham qovurg'alarga birgalikda yuzadi. Hamda umurtqalar o'zaro birikishidan processus articulari superior va inferior o'simtalarida fascialar bo'ladi. Demak, 4ta bo'g'im yuzasi hamda 6ta qovurg'a yuzalari bo'ladi. Barcha umurtqalarda emas. Ayrimlarida bo'lmaydi to'liq holatda. Ya'ni qovurg'a yuzalari ba'zilarida farq qiladi. Demak, terminologiyamizda birinchisi mana bu birinchisi. Mana bu yerga yozib qo'yamiz, ko'krakka tegishli. Bu ko'krak umurtqalariga tegishli. Keyingisi esa tushunib o'tiribsiz, ya'ni belga tegishli. Bu telefonda yozilyapti, shuning uchun xunukroq yoziladi. Keyingisi esa
dumg'aza hamda oxirgisi dum. Shunga oid bo'lgan terminologiyani alohida yozib chiqqanman. Bu hammasi lotin tilida. Buni nima qilish kerak? Tarjimasini yodlash kerak. Tarjimasini hamma biladi deyarli. 99% holatda hammasini biladi. Shuning uchun tarjimasini yozmadim. O'zingiz ko'rib chiqqan holatda tarjimasini o'zingiz aytsangiz bo'ladi, bemalol. Tarjima qilishda asosiy bitta qoidaga e'tibor beramiz. Masalan, mana bu processus articularis superior degan so'zga qanday tarjima qilinadi? Buni hamma biladi. Yana bir bor aytib o'tyapman. Ya'ni mana bu bir desak, mana bu so'zda birinchi, bunisi ikkinchi, mana bu uchinchi so'z bo'lsa, lotin tilida 1 2 3 bo'lgani o'zbek tiliga tarjima qilinishida o'zbek tiliga tarjima qilinishida bu narsa mana bunday holatda tarjima qilinadi, ya'ni teskari tartibda. 3 2 1. Ya'ni yuqori bo'g'im o'simtasi. Bu o'simta bo'g'im yuqori bo'lyapti-ku. Shunda 3 2 1 qilib tarjima qilinadi, ya'ni teskari tartibda. Shunga e'tibor berib qo'yasiz. Xo'p. Ko'krak umurtqalari vertebra thoraxga. Vertebra thoraxga bu 12 ta umurtqadan iborat bo'lib, quyidagi qismlardan iborat. Ya'ni korpus, processus vertebra hamda arcus vertebra, foramen vertebra. Bo'yin umurtqalarining foramenidan ko'ra kichikroq bo'ladi. Bo'yin umurtqalarida foramen uchburchak simon bo'ladi. Eslab qolsangiz. Va u katta bo'ladi boshqa bo'yin umurtqalarida. Ya'ni boshqa umurtqalardan ko'ra uning forameni bo'yin umurtqalarida kattaroq bo'lar edi. Endi ko'krak umurtqalari bu qismlarni ko'rib chiqdik. Yuqorida ko'rmagan qismimiz mana shu. Apophysis annularis qismini ko'rmadik. Shu qismga ham e'tibor beramiz. Ya'ni bu bo'g'imdagi joyi. O'sha diskusga yaqin joy. Mana bu apophysis annularis, ya'ni diskus korpusda pastki chegarasi deb atasak bo'ladi. Halqasimon apophysis annularis degan halqa edi. Demak, qolgan qismlarni hammasini ko'rib o'tdik. Foramen vertebralis deb atayapti, hozir aytganimiz mana bu sal kichikroq hisoblanadi. Hamda fovea castalis transversi. Bunda ko'rib turibsiz, fovea castalis transversida o'sha bor. Processus transversusda yuza bor, bunga qovurg'alar birikadi. Yuqorisidagi emas, balki pastdagidan chiqqan qovurg'a birikadi. Shundaymi? Yo'q, adashdim. Pastki yuqorisidan chiqqan qovurg'a birikadi bunga. Xo'p. Demak, korpus vertebra thoraxga. Bo'yin umurtqalari tanasidan katta. Birinchidan 12gacha tomon yana kattalashib boradi. Ko'krak umurtqalari ko'krak qafasini hosil qilishda ishtirok etadi. Ya'ni ko'krak umurtqalari bu ko'krak qafasini alohida bir tuzilmasi.
Shu sababli ko'krak umurtqalari tanasida qovurg'alar birikishi uchun fobiya kastalis mavjud. Bu anatomik muhim joy. Har bir umurtqa tanasida yuqorgi va pastki qovurg'a chuqurchalari, ya'ni fobiya kastalis superior va inferior bor. Endi bular qanday joylashgan umurtqalarda? 2 va 9 ko'krak umurtqalarida yarimta superior va yarimta inferior bo'ladi. Hamda birinchisida esa bitta to'liq chuqurcha birinchi qovurg'a uchun, yarimta chuqurcha ikkinchi qovurg'a uchun joylashgan. Ya'ni birinchisida ne deylik? Mana bu korpus bo'lsa, bularda yarimta yuqoriga, yarimta pastga bo'ladi. Lekin birinchisida esa mana bu korpus deydigan bo'lsak, uni birinchi bitta to'liq hamda yarimta pastgisiga, ikkinchi qovurg'aga bo'ladi. Bu birinchi ko'krak umurtqasi. Endi aytyapti 10-yuqorida yarimta 10-qovurg'a uchun chuqurcha hosil qiladi. 11 va 12 esa bitta to'liq chuqurcha hosil qilib, 11 va 12 qovurg'alar uchun birikar. Ya'ni aytyaptiki, mana bu 10-qovurg'a. Yuqoridan yarimta uyma hosil qiladi. Bu 10-qovurg'a uchun, 10-umurtqamiz. Lekin 12 va 11-umurtqalar esa o'z tanasida bitta butun uyma hosil qiladi, fobiya kastalis. Bular 11 va 12 qovurg'alarning birikishiga mas'ul hisoblanadi. Bu rasmdan ko'rsak bo'ladi bemalol. Bu Leaders kitobidan qirqib olingan rasm. Bu 2 va 9-umurtqalar. 2-dan 9-gacha bo'lgan. 9-hamkirachida yuqoriga hamda pastki yarimta uymalar bo'ladi. Xo'p. Bu yerda 2 va 3-ning o'rtasida 3-qovurg'ani bosh turadi. Endi 10-qovurg'a boya aytib o'tdik, yarimta bo'ladi deb. Mana bu yerda. Mana bu yerda. Shunday yuqorigisida yarimta uymasi bo'ladi. Hamda 11-12-sida esa butun uyma bo'ladi bitta. Endi hozir qovurg'alarga keyingi darsda o'tamiz, lekin hozir uzoqlab o'tadigan bo'lsak, aynan qovurg'aning boshida, mana bu capitisda bitta crista bo'ladi. Crista capitis costa bo'ladi. Endi bunday kelyapti. Hamda bitta crista chiqib, keyingisiga o'tib yuza hosil qiladi. Mana bu kaput kolumga o'tib ketadi. Vazifasi ikkita qovurg'aning, ikkita yarimtalik foviyalar o'rtasida joylashgan qovurg'alarda crista bo'ladi mana bu sohada. Lekin mana bu umurtqalarning birikadigan qovurg'alarda crista bo'lmaydi. Tekis bo'ladi. Bu yerda yana ham batafsil qilib chizilgan. O'sha aytib o'tyapti. Mana bu boya chizganim birinchi ko'krak umurtqasining o'sha qovurg'a yuzalari, fobiya kastalislar. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, men aytgan crista mana bu. Ikkalasining o'rtasida bitta, mana bu bitta, mana ikkita yuza, o'rtasida crista bor. Mana shu yerda bunday o'tgan narsa. Buning vazifasi mana crista costa ikkita umurtqaning o'rtasidagi anaga joylashadi. Hamda umurtqalarning joylash ko'rinishi ko'krak umurtqalarida. Mana bularda deyarli bir xil 2-dan 9-gacha bo'lgan sohalarda. O'rganishimiz kerak bo'ladi deb binoling darsda aytib o'tgandim. Bu umurtqa farq qiladi. Mana bu farq qiladi. Ya'ni bunda bitta yarimtalik, mana bu sohada bitta yarimtalik uyma hosil bo'lyapti. Hamda bu umurtqa qolganlaridan farq qiladi.
bu yo'lda yaqqol misol qilib ko'rsatgan. Boyagilar qo'lda chizilganda anatomiya standartdan olingan. 4 va 3 qovurg'alar o'rtasida 4-qovurg'a yotadi. Shuni esdan chiqaramiz. Ya'ni har bitta qovurg'a o'zidan bitta pastdagi umurtqaning soniga teng. Ya'ni mana bu yerda 11-qovurg'a bo'lsa, undan bitta pastda mana bu sohada 11-umurtqa joylashgan. Ya'ni 10 va 11 o'rtasida 11 turadi. Tushunyapsizmi? Aytaylik, ba'zida chalkash bo'lishi mumkin. 11-qovurg'a desa, mana bu 12 ni o'rniga qo'yib qo'yish mumkin. O'shanga e'tiborli bo'lamiz. Hamda bu sohalarga ham qaraymiz. Bu yerda mana bu sohada prosessus transversuslarda qovurg'alar uchun yuza yo'q. Mana bu yerda esa bor. Mana. Bu yerdan esa paydo bo'la boshlagan. Mana bu yerda bor. Mana. Endi qovurg'a hamda umurtqaning birlashish joyida. Mana facies articularis capitis costa bor, ya'ni bu umurtqaga tegishli, qovurg'aga tegishli anatomik tuzilma. Yuqoriga hamda pastgisi, hamda crista capitis costa bor, bu ham qovurg'aga tegishli anatomik tuzilma. Qolganlari mana bu fovea costalis superior. Bu yuqorigi qovurg'a uymas. Bu pastki qovurg'a uymas. Endi facies articularis tuberculosis costa. Ya'ni bu qovurg'aga tegishli, mana bunga qovurg'aga tegishli. Hamda processus transversusdagi facies articularis processus transversus bilan birikib muhim hosil qiladi. Articularis transversus. Endi ikkita umurtqaning birlashish joyida esa foramen intermedullaris paydo bo'ladi. Ikkita insizura bor edi-ku. Bu yerda asosiy bitta tushuncha paydo bo'ladi. Shunda qanday desak, mana bu yerga chizib o'taman. Mana shu yerga chizsam, ikkita insizurani birlashishidan foramen hosil bo'ladi. Ikkita ikkita sulkusning birlashishidan esa bu yerda ikkita kanal hosil bo'ladi. Rasm xunuk chiqdi, ammo ma'no tushunarli. Ikkita insizura birlashib foramen hosil qildi. Ikkita sulkus birlashib kanalis hosil qildi. Bu asosan bosh suyaklarida yaqqol misol bo'ladi. Bu tuynuklarni o'tganda. Endi processus transversus thoracica, ya'ni ko'krak umurtqalarining o'simtalari. O'simtalar alohida berilgan sodda rasmda oldim. Processus transversus ikkita, 4ta articularis, bitta spinosus. Hamda asosiy tuzilmalardan bittasi arcus. Arcusning birlashgan tanaga birlashish joyi esa pedicellus deb ataladi. Arcus oyoqchasi. Hamda corpus vertebra. Processus transversus orqaga va biroz lateral yo'nalgan bo'ladi. Sal orqaroq joylashgan. Bo'yin umurtqalarining yonrog'ida. Qovurg'a do'mboqlari bilan bo'g'im hosil qiluvchi chuqurchasi bor. Mana bu yerda fovea costalis processus transversus degan. Xo'p, bu 11 va 12 qovurg'alarning ko'ntaring o'sig'ida bu chuqurcha mavjud emas. Boya rasmda aytdim. Bu yerda chuqurcha bo'lmaydi.
bu yerda bo'lardi. Tanasida butun chuqurcha bo'lardi. O'sha yerga umurtqa birikib chiqib ketardi. Qovurg'a birikib. Bo'yin umurtqalari o'tkir o'siqlaridan uzun, bo'yinnikidan uzun bo'ladi, prostospinoslar va orqaga qayrilib, bir-birining ustida cherepitsa hosil qiladi. Processus articularis frontal sath bo'yicha joylashib, mana bu frontal sath bo'yicha joylashib, yuqorgi bo'g'im o'simtasi orqaga, pastki esa oldinga qarab yo'nalgan. Bu yuqoriga, orqaga yo'nalyapti. Bu vertebra toraksikaning vertebra toraksikaning 12 tasi, ya'ni 3 kara 4 12. 12 tasining tuzilishini rasm qilingan. Vertebra prima bu bo'yin umurtqasiga o'xshash bo'ladi. 7-bo'yin umurtqasiga ancha o'xshash. Hamda 2-chi, 3-chi, oxirgisiga qaraydigan bo'lsak, 12-si. Deyarli bel umurtqasiga yaqin hisoblanadi tuzilishi. Mana bu processus articularislarga qarasam, farq qilyapti bulardan ko'ra. Ya'ni bel umurtqasiga bu moslashyapti. Processus articularislar. Chunki ularniki mana bu inson tanasi deydigan bo'lsak, o'xshatish anomam yo'q. Xo'p, bu oldin, mana bu esa orqa. Ya'ni hozir bu bizga qarab o'tiribdi deymiz. Tasavvur qilamiz. Demak, umurtqa, ko'krak umurtqalarida frontal sathda kesib o'tgandi. Bular esa, bel umurtqalari esa gorizontal sathda kesib o'tadi. Mana bu tuzilishi. Demak, bu 6-bo'yin umurtqa, yuguragi umurtqasi. Bu esa 12-yuguragi umurtqasi. Tuzilishi bel umurtqalariga juda ham yaqin. Mana bu yerda yana ham aytgan, ya'ni yon tomonda. Yuzasi lateral tomonda joylashgan, bu esa orqa tomonda joylashgan. Demak, processus spinoslari ham bulardan farq qiladi deyarli anchagina. Ularda o'tkir va pastga qaralgan uzun, 12-sida esa uncha keng, kuchli va kaltaroq. Orqaga qaramasdan to'g'ri chiqqan. Xo'p. Fovea costalislar ham bor va bunda boya aytib o'tdim. Mana bu yerda processus transversusida bo'g'im yuzasi yo'q, qovurg'a birikar ekan. Bular esa bor. 12-sida ham 11-sida yo'q edi. Konspekt yozib qo'yasiz alohida. Endi bel umurtqalariga o'tsak, rasm litterdan olindi. Bel umurtqalari soni 5 ta bo'lib, 3 ta qismi bor. Hammasi qator. Corpus, processus hamda arcus. Ravoqlarni chegaralovchi umurtqa tegishiklari uchburchak shaklda bo'lib, mana bu yerda. Ko'krak umurtqasi teshiklaridan katta. Ko'krakniki bo'yindan kichkina edi, belligidan ham kichkina bo'ldi endi. Korpus vertebra shakli loviyasimon shaklda bo'lib, og'irlikni ko'p qismi shu umurtqa pog'onasiga kelib tushganligi sababli bel umurtqalarining tanasi bo'yin va ko'krak umurtqalaridan nisbatan katta hisoblanadi va u L1 dan L5 ga qadar kattalashib boradi. Demak, uning qismlari o'sha vertebra body, ya'ni bu aytayapti loviyasimon joylashgan hamda uchburchak foramen. Bu yerda birinchi o'zida aytib o'tdik, bel umurtqasiga xos bo'lgan bitta o'simta bor, accessoris processus hamda mamillaris processus. Bu
konspektda yozilgan bo'lishi kerak. Birinchi bundan oldingi darsda. Processus transversusning orqa tomonida orqaga qarab chiqqan, bu esa articularis. Processus articularisdan chiqqan deb atalgan edi. Hamda pidislari bor, bu arkusni tanaga birlashtirib turadi. Processus transversuslari nisbatan yonroqda joylashgan ko'krak umurtqasiga nisbatan. Bu vertebral kanal hamda ikkita bu yerda izohlanadigan narsa yo'q, aytib o'tildi. Hamda bu yerda asosiy narsa mana bu accessoris hamda mamellarisda yaqqol ko'rinib turibdi, qanday joylashgan ekanligi. Hamda umurtqa pog'onasi o'zaro birlashganda qanday narsalar paydo bo'ladi? Inferior noct, ya'ni inglizcha bu yerda incisura, intervertebral foramen endi. Bu esa disk, masalan, nucleus pulposus hamda annulus fibrosus. Bel umurtqalarida yaxshi rivojlangan bo'ladi disklar. Chunki og'irlik mana shu sohaga ko'proq tushadi qolgan umurtqalarga nisbatan. Korpus ham shuning uchun katta deb izohlab o'tdik. Bu yerdagi o'simtadir. Umurtqa ravog'idan siqilgan holatda ko'krakka yo'naladi. Ya'ni ko'ndalang yo'naladi. Bu o'siq rudiment holatdagi qovurg'a bo'lganligi sababli qovurg'a o'sig'i processus costaridus deyiladi ba'zida. Yoki processus costaris deb atalyapti mana bu yerda. Bundan tashqari, ko'ndalang o'siq sohasida qo'shimcha o'siq, ya'ni processus accessorius va so'rg'ichsimon processus mamellaris. Processus spinosus esa katta va keng hisoblanadi. Mana bu yerda imloviy xato bor ekan. Oxirgi bo'limi yo'g'onlashgan uchi yumaloqlangan bo'ladi. Umurtqa tanasi bir tekislikda yotgan, ya'ni ko'krak umurtqalarida pastga tushgan edi, bunda tekis yotgan. Mana bu tana bo'lsa, o'simtasi ham tekis yotgan. Ko'krak umurtqalarida tana bo'lsa, bu pastga tushgan edi. Endi processus articularis ikki juft bo'lib, bo'g'im yuzalarida sagittal tekislikda joylashgan. Bel umurtqalarida sagittal. Eslab qol. Ko'krak umurtqalarida bu frontal edi. Oldindan orqaga ketgan edi, bu sagittal bo'ldi. Bu yerda. Ko'pchilik bilmaydigan narsa, umumiy o'tlab oladigan narsa bu processus costalisning bel umurtqalarida borligi. Juda ham ko'pchilik inson buni faqatgina processus transversus deb nomlab ketadi. Ikkinchi nomi ham bor, bu processus costalis. Hamda apophysealis annularis degan qism bor. Kitoblarda rasmda kamdan kam kitoblarda berilgan. Hamda processus articularisning ikkinchi nomini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Zygophysealis deb ataladi. Endi bitta narsani solishtirib ko'ramiz. Hozir mana bu kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Mana bu o'yin bo'larki, bitta farqni toping deb. Hozir xuddi shu holatga tushganday bo'ldi. O'xshash, ko'krak umurtqalarining 12-chisi
bil umurtqalariga o'xshash bo'ladi tuzilish jihatdan. Mana bu processus spinosuslari o'xshash, kalta. Mana bu o'xshash. Farqi processus fobiya kasalliklari bo'lmaydi. Hamda processus mamillarislar bo'ladi. Farqi ana shunda. Qolgan anavlarini, qismlarini deyarli hamma biladi. Bilmaganlar uchun terminologiyasini yodlagan so'ng bemalol buni tarjima qilib tushunib olaveradi. Qiyin joyi yo'q rasmlarini. Endi umurtqalarning bir-biridan farqlanishi deb o'tamiz. Bo'yin umurtqalarida processus transversuslarda foraminning bo'lishi bilan farq qiladi. Mana bu. Oldingi va orqa do'mboqchalarga egaligi bilan farq qiladi. Qayerda desak, mana bu oldingi hamda orqa do'mboqchalar. Bu atlasda bo'lmaydi dedik. Atlasdan tashqari mana. Demak, processus spinosuslarning ayrisimon bo'lishi hamda processus artikularslar nisbatan gorizontal holatda joylashgan. Ya'ni bunaqasiga. Mana shunday holatda joylashgan. Bu ko'krak umurtqalarida esa bu holatda edi. Bel umurtqalarida ham shu holatda, lekin bunaqasiga emas. Balki bunaqasiga. Bu narsani eslab qolish kerak bo'ladi. Demak, ko'krak umurtqalari esa fovea costalisning bo'lishi bilan qolgan umurtqalardan farq qiladi, hamda processus artikularslarning frontal safda joylashishi bilan boshqa umurtqalardan farq qiladi. Demak, bu yerga yozib qolamiz. Frontal, bu yerda esa gorizontal, bu yerda esa sagittal. Bel umurtqalarida esa processus mamillaris hamda processus accessorislarning uchrashi hamda o'zining tanasining yirikligi, korpusi esa buyraksimon shaklda ekanligi hamda processus artikularslar nisbatan sagittal sathda, ya'ni sagittal chizdim. Mana shunday sathda joylashganligi bilan qolganlaridan farq qiladi. Endi bo'yin umurtqalarining processus spinosuslari qirbish shirasi atrofida joylashgan. Ko'krak umurtqalarining processus spinosuslari bir-birining ustida cherepitsa hosil qiladi. Mana ki. Bel umurtqalarida esa spinosuslari to'g'ri joylashgan, ya'ni 90 gradusda joylashgan bo'ladi. Bu yerda 45 gradusda edi. Bu yana ham chuqurroq cherepitsa hosil qilyapti. Dumg'aza suyagi ossakrum 5 ta dumg'aza umurtqasi vertebra sakralisning qo'shilishidan hosil bo'lgan ponosimon shakldagi suyak. Qismlari va yuzalari, demak, bazis ossis sacri, apix ossis sacri hamda pars lateral qismlari bor. Facies anterior pelvis hamda oldingi va chanoqqa qaragan yuzasi bo'ladi. Bu facies anterior yoki facies pelvis deb ataladi. Facies dorsalis esa orqaga qarab chiqqan yuza hisoblanadi. Demak, buning yuqorgi qismi o'sha bazis ossis sacri. Ko'ndalang ovalsimon shaklda. 5-chi bel umurtqasi bilan facies articularis superior orqali birikadi, natijada chanoq bo'shlig'iga chiqib turuvchi bo'rtiqni hosil qiladi. Buni o'sha birinchi mavzuda aytib o'tgandik. Mana bu aytaylik, chanoq. Bu esa 5-chi bel umurtqasi. Aynan mana shu sohada promontorium hosil bo'lardi. Bu yerda esa o'sha artikularislar bo'ladi.
Demak, chanoq bo'shlig'iga chiqib turuvchi bortda promontoriumni hosil qiladi. Promontoriumning anatomik ya'ni xossalarini bundan oldingi darsda izohlab o'tilgan edi. Yuqorgi qismida processus articularis superior saqlanib qolgan. Mana bu yerda. Va u L5 ning processus articularis inferior bilan bo'g'im hosil qiladi. Endi sakrumning apexi. Apex ossis sacri ingichka to'mtoq bo'lib, dum suyagi bilan birikadi va dumg'azda bo'g'imini articulatio sacroesophageal ni hosil qiladi. Oxirgi umurtqaning oraliq o'simtasi uch qismda shoxni kornus, ya'ni uch qismida oxirgi umurtqaning oraliq o'simtasida, ya'ni uning uchida kornus sacralis hosil qilgan. Bu nima degani? Desak, mana bu yerga o'tamiz. Yaqinlashtirib. Mana bu tanasi, to'g'rimi? 5 ta. Demak, bularning arkuslari o'zaro birikyapti. Mana bu tanada yuqoridan olishini ko'ramiz. Bularning arkuslari o'zaro birikib o'sha kanalis hosil qilyapti. Mana bu yerda kanalis hosil qilyapti. Uchburchaksimon. Lekin 5-inchisi, aynan mana shu 5-inchisiniki qanday holatda turibdi desak, yuqoridan qaraganda. Mana bu tanasi. Buniki bunday holatda. Ya'ni uchlari birlashmagan holatda bo'lyapti va bu kornoni hosil qilyapti. Ikkalasi korno bu. Endi ikkalasining o'rtasida tirqish, ya'ni hiatus joylashgan bo'ladi. Mana shu sohada hiatus joylashadi hamda undan klinik holatlarda o'sha kaudal anesteziya, ya'ni dum anesteziyasida foydalaniladi. Buni o'sha post tashlab beriladi guruhga. Hamda hozir yana ham izohlab o'tamiz. Facies pelvis, ya'ni silliq bo'ladi. Chanoq bo'shlig'iga qaragan bo'lib, dumg'aza umurtqalarining qo'shilishidan hosil bo'lgan ko'ndalang chiziqli liniya transversus ko'rinib turadi. Bu nima desak, yana izohlab o'tamiz mana shu sohada, rasmda. Belim dumg'aza umurtqasi degan unda qo'shilishida mana bunday uchburchaksimon shaklda joylashgan. Ularning qo'shilishidan demak, har bittasini qo'shilishida bo'lyapti. O'sha chegarasida bittadan chiziq bo'ladi mana bu yerda. Chiziq bo'ladi. Bular soni 4 ta. Tushunasizmi? Ya'ni bu har bitta dumg'aza umurtqasining o'rtasida bittadan chiziq bo'lib, o'shalarning nomi liniya transversalis deb ataladi. Chanoq yuzasida oldingi dumg'aza teshiklari foramina sacralia anterior joylashgan bo'lib, bu teshikdan orqa miya nervlarining oldingi dumg'aza shoxlari chiqadi hamda qon tomirlari chiqadi. Uning dorsalisida ham xuddi shunday teshik bo'lib, orqa yuzasida umurtqa o'siqlari qo'shilishidan hosil bo'lgan 5 qator bo'lib joylashadigan dumg'aza qirralari crista sacralisda ko'rinadi. Ulardan crista sacralis media toq, ya'ni bitta bo'lib processus spinoslarning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Crista sacralis intermedia esa processus articularislarning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Crista sacralis lateralis esa processus transversuslarning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Bu va bu juft holatda, bu esa toq holatda umumiy 5 ta. Crista sacralis intermedia va lateralislarning orasida orqa dumg'aza teshigi foramina sacralis dorsalia joylashgan bo'lib, bu teshikdan orqa miyaning dumg'aza orqa shoxlari chiqadi.
Bu qanday joylashgan desak. Xo'p. Mana bu tugmasi. Xo'p, tugmasi o'sha ko'ndalang, ya'ni o'rtasidan kesilgan. Bu yerda boshqa tanishlik joylashganligi mana shunday. Bu bazis. Mana bu yerda joylashgan bu promontorium bor hamda kanalis. Kanal orqali orqaga keladi. O'sha buning rasmi o'sha Gadayev kitoblarida yaxshi berilgan. Mana shunday davom etadi hamda hiyots orqali chiqib ketadi. Demak, buni ichida bitta kanalchasi bor. O'zini o'sha orqaga o'tayotgan. Undan mana bu tanalari deymiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4 hamda 5. 5-sida hiyots orqali chiqib ketardi. Demak, o'sha yerda kanal o'tgan ichidan, sakrumning ichidan o'tgan bo'ladi bu kanal. Hamda 5-dumg'azor o'rtasida bu hiyots bo'lib tugaydi hamda kornalarni hosil qiladi. Demak, bu yerdan oldinga qarab foramina anterior pelvisani hosil qiladi. Foramina sacralis dorsalis orqali orqaga chiqadi. Kanallardan nervlar chiqadi. 4 juftdan. Ya'ni 4 ta oldinga, 4 ta orqaga. Har bir tomonida umumiy 16 ta. Ya'ni ichkisida 8 ta, tashqisida 8 ta bo'ladi. Umumiy 16 ta. Nerv chiqib turadi o'sha kanallarida. Kaudal anesteziyani post orqali tashlayman. Vazifa oddiy konspekt qilish hamda audioni yozish. Tinglaganingiz uchun rahmat. Darslar foydali bo'layotgan bo'lsa, boshqalarni ham taklif qilib qo'ying.